Fitr sadiqasi haqida 40 savolga javob. Abduri Muhammad Yusuf. Birinchi savol. Fitr sadiqasi degan nima? Javob. Fitr sadiqasi ro'za hayit kuni yoki shu kechasi yo'qsillarga beriladigan ma'lum miqdordagi sadiqa bo'lib, uni har bir kishining o'zi va oila a'zolari uchun berishi farzdir. Ikkinchi savol. Fitr sadiqasi kimlarga farz bo'ladi? Javob. Fitr sadiqasi mayli hur, mayli qul, mayli mayli ayol, mayli cho'ng, mayli kichik bo'lsin, har bir musulmonga farzdir. İbn Ömer raziyallohu anhu mundaq degan: Payg'ambar alayhissalom fitr sadiqasini xurmadan yoki arpadan bir sa qilib belgilagan va uni mayli hur, mayli qul, mayli ayol, mayli cho'ng kichik har bir musulmonga hayit namoziga chiqishdan ilgari berishni buyurgan. Uchinchi savol. Fitr sadiqasi faqir boy hammasiga farz bo'lamdi? Javob. Fitr sadiqasi boy faqir har kimga hayit kuni va uning kechasi o'zining va oilasining yemak-ichmak ehtiyojidan ortiq bir narsa bor kishilarning hammasiga farzdir. Chunki bu yerdagi sadiqa iqtisodga munosabatlik emas, balki odamga munosabatlikdir. Shunga uni ado qilishda boy bo'lish shart emas. Shunga kambag'alga farzdir. To'rtinchi savol. Fitr sadiqasi aqlida joyida emaslarga farzmi? Javob. Fitr sadiqasi aqli joyida bo'lmagan va o'zining pul milini o'z tasarruf qila olmaydiganlarga farz bo'ladi. Uning idorchilik qilganlar uning pul milidan ado qiladi. 5-savol. Qo'rsoqdagi bolaga fitr sadiqasi farzmi? Javob. Qo'rsoqdagi bola tug'ilmag'icha uningga fitr sadiqasi farz emas. Hatto hayit kechasida bo'lsa-mu tirik tug'ilgan buvoq uchun fitr sadiqasi farz bo'ladi. 6-savol. Fitr sadiqasini ado qilish uchun niyat shartmi? Javob. Albatta niyat shart. Chunki payg'ambar alayhissalomning amallar niyatga bog'liqdir degan hadisi buni o'z ichiga oldi. Ammo niyatni og'izda so'zlash shart emas. Faqat fitr sadiqasini ado qilish, qalbida niyat qilish yetarlidir. Chunki niyatning o'rni qalbdir. Imom Navaviy mundaq degan: Inson qalbida niyat qilib, og'izda aytmasa-mu kifoyadir. Buningga ko'pchilik ulamolar ittifoqdir. Ammo og'izda fitr sadiqasi berishni aytib turib, qalbida uni niyat qilmasa, u ado bo'lmaydi. 7-savol. Fitr sadiqasi qarzdor odamga farz bo'lamdi? Javob. Qarzdor odamga fitr sadiqasi farzdir. Uning qarzi buningga to'sqin bo'la olmaydi. Chunki fitr sadiqasi kishining iqtisodiga emas, balki uning jiniga kelgan sadiqadir. 8-savol. Fitr sadiqasi qachon farz bo'ladi? Javob. Fitr sadiqasi Ramazonning oxirgi kuni kun petish bilan farz bo'ldi. Ba'zi ulamolar deydiki, fitr sadiqasi hayitning birinchi kuni tong etish bilan farz bo'ladi. Oldingi ko'z qarashga ko'ra, hayit kechasi tug'ilgan bolaga fitr sadiqasi kelmaydi. Ammo ikkinchi ko'z qarashga ko'ra keladi. Shuningdek, hayit kechasi o'lgan kishiga oldingi ko'z qarashga ko'ra fitr sadiqasi keladi. Chunki fitr sadiqasi farz bo'lganda u hayot edi. Ikkinchi ko'z qarashga ko'ra kelmaydi. Chunki u kishi fitr sadiqasi farz bo'lishdan burun o'lgan bo'ladi. 9-savol. Fitr sadiqasini qachon berish kerak? Javob. Fitr sadiqasini Ramazon oyi ichida bervasimi bo'ladi. Sahobalar payg'ambar alayhissalomning zamonida fitr sadiqasini hayitdan 1 yoki 2 kun ilgari beradi. Yo'qsillarning sharoitiga qarab, agar ularga foydali bo'lsa, Ramazonning 5-dil bervasimi bo'ladi. Ammo fitr sadiqasini berishning eng oxirgi vaqti hayit namoziga berishdan ilgari bo'lib, hayit namozidan keyin qolgan fitr sadiqasi odatdagi sadiqaga hisoblandi. Fitr sadiqasi ado topmaydi. 10-savol. Fitr sadiqasi kimlarga berildi? Javob. Fitr sadiqasi faqirlarga berildi. İbn Abbas raziyallohu anhuma mundaq degan: Payg'ambar alayhissalom fitr sadiqasini ro'z tutqanlarning gunohlariga kafarat, faqirlarning taom bo'lish uchun buyurgan. Uni ro'z hayit namozidan ilgari bersa, fitr sadiqasini ado qilgan bo'ladi. Namozdan keyin qolsa, odatdagi sadiqa hisoblandi. 11-savol. Fitr sadiqasining miqdori qanchalik bo'ladi? Javob. Abu Said Xudari raziyallohu anhu mundaq degan: Payg'ambar alayhissalomning zamonida biz fitr sadiqasini xurmadan yoki arpadan yoki quruq uzumdan yoki erimchikdan bir so'dan beratdik. Ya'ni Abu Said Xudri raziyallohu anhudan rivoyat qilingan bir hadisda payg'ambar alayhissalom bizga fitr sadiqasini taomdan bir so'dan berishni buyurgan deb kelgan.
İkinci hadis insan yeydigan barliq taomlarni o'z ichiga oldi. Ammo hozirgi vaqtda fitr sadiqasi uchun peqirlarga pul bersa eng yaxshi bo'lishi mumkin. Chunki o'tmishlarda ochliq ko'p bor edi. Kishilarning qo'sqi to'yisi bo'ladi. Ammo hozir kishilar taomga ehtiyoj bo'lgandek davolanish, oilaning chiqimlarini qamdash ishlarga pulga ko'proq muhtoj bo'ladi. Shunga pul bersa peqirlar uchun eng manfaatlidir. 12-ci sual. Ko'p kishining fitr sadiqasini bir odamga bersa bo'lamdi? Javob: bo'ladi. Ko'p kishining fitr sadiqasini bir odamga berish joiz bo'lgandek, bir odamning fitr sadiqasini ko'p kishiga bilib berishmi joizdir. Bu ishlarda yo'qsullarning manfaati ko'z tutildi. Qaysi holat ular uchun foydali bo'lsa, shuni qilish afzal. 13-ci sual. Fitr sadiqasini xayriyat jamiyatlariga bersa bo'lamdi va jamiyatlar tarqitishni kechiktirib qo'ysa, qanday bo'ladi? Javob: fitr sadiqasini musulmonlarning xayriyat jamiyatlariga bersa ado topadi. Ammo uni hayit namozidan burun topshirib berish shart. Navoda fitr sadiqasini topshirib olgan xayriyat jamiyatlari peqirlarga tarqitib berish ishini hayitdan keyingi kunlarga kechiktirib qo'ysimi, hech vaqasi yo'q. Bergichidan ado topgan bo'ladi. 14-ci sual. Ata-onasi uchun balları fitr sadiqasini berib qo'ysa bo'lamdi? Javob: albatta bo'ladi. Ballar ata-onasi uchun, ata-onalar ballari uchun fitr sadiqasini berib qo'ysa, ado topadi. Ata-onasi kambag'al bo'lsa, ballarning ular uchun sadiq fitrni ado qilib qo'yishi farzdir. 15-ci sual. Ayolning sadiq fitrsini kim beradi? Javob: ayolning fitr sadiqasini eri beradi. Agar ayolning zakat kelgidek miqdorda mustaqil iqtisodi bo'lsa, fitr sadiqasini o'zi ado qiladi. 16-ci sual. Fitr sadiqasini o'z qo'li bilan bergan yaxshimi yoki yig'diganlarga topshirsa yaxshimi? Javob: yo'qsullarning manfaatiga uyg'un bo'lganini qilish afzaldir. Agar o'z tuqqanlari yoki qo'shnilari yoki tanishlari ichida sadiqaga haqliq bo'lgan peqirlarni bilsa, shularga o'z qo'li bilan bergani eng yaxshidir. Agar muayyan peqirni bilmasa, fitr sadiqasini to'playdiganlarga topshirish bo'ladi. Chunki fitr sadiqasini qanday usulda tarqitish to'g'riliq Qur'on va hadisda dalil kelmagan. Balki kishilarning sharoit qarab ish qilishiga topshirilgan. Shunga qanday usulda bersa bo'ladi, muhim bo'lgani peqirlarga yetkazishdir. 17-ci sual. Fitr sadiqasini boshqa shaharga yetkazishga bo'lamdi? Javob: aslida fitr sadiqasini shu shaharning peqirlariga berish kerak. Chunki payg'ambar alayhisalom fitr sadiqasi haqida ularning boylaridan elib peqirlariga berildi degan. Agar o'zi turadigan shahardagi peqirlarning ehtiyojidan boshqa shahardagi peqirlarning ehtiyoji zo'r bo'lsa, yoki o'zining peqir urug' tuqqanlari boshqa shaharda bo'lsa, fitr sadiqasini va zakatni shu yerga berishga bo'ladi. 18-ci sual. Ba'zi kishilar fitr sadiqasini boshqa shahardagi o'z tunuydigan peqirlarga beramiz deb saqlab, uni hayit namozidan kechiktirib qo'ydi. Bunday qilsa fitr sadiqasi ado topamdi? Javob: fitr sadiqasini yoki zakatni berish deganlik uni haqliq bo'lgan kishiga yoki uni to'playdigan o'ringa yetkazib berish deganlikdir. Fitr sadiqasini hayit namozidan ilgari yo'qsullarning o'ziga yoki uni to'plab tarqitib bergan maxsus organga yoki to'plab tarqitgan shaxslarga topshirib bo'lgan kishidan bu sadiqa ado topgan bo'ladi. Agar ro'za hayit namozidan kechikib qolsa, fitr sadiqasi ado topmaydi. 19-ci sual. Ba'zi kishilar fitr sadiqasini yiroqdagi peqirlarga berish uchun ayirgan bo'lsa-mu, uni vaqtida yetkazolmaganlikdan boshqa bir uyga ochib qo'yib, hayitdan keyin avatidi. Bu joizmi? Javob: fitr sadiqasini uydan chiqarib, boshqa bir uyda saqlab yetish uni ado qilganlikqa yetmaydi. Agar uni ro'za hayit namozidan ilgari yo'qsullarga berib etmasa, fitr sadiqasi ado topmaydi. 20-ci sual. Fitr sadiqasini yoki zakatni yo'llarda, bozorlarda, masjidlarning oldida, mashin to'xtagan ishoratlarda tilaydiganlarga berishga bo'lamdi? Javob: yuqorqi joylarda tilaydiganlar tilamchilikni kasb qilib olgan boylardir. Ularni yo'qsul degil bo'lmaydi. Ularga berilgan zakat yoki fitr sadiqasi ado topmaydi. 21-ci sual. Fitr sadiqasini so'rganlarga bersa bo'lamdi? Javob: so'rganlar agar tilamchilikni kasb qilganlar emas, balki ehtiyoj yuzidan so'rgan, o'ziga tonishliq peqirlar bo'lsa, fitr sadiqasini ularga bersa bo'ladi. Hatto ahvolni aniq bilgili bo'lmaydigan kishilar bo'lsa-mu, agar yo'qsul deb farz qilinsa, tilamchi bo'lmasa, ularga bersa ado topadi. 22-ci sual. Fitr sadiqasini o'zaro almashtirishga bo'lamdi?
Cavab. Ötmüşlərdə insanların turmuş əhvali yoxsulluqda bir-biriga o'xshab qolgan ahvolda bo'lganlikdan, birov o'zining fitr sadiqasini boshqa birisiga berib, andin yana uning fitr sadiqasini qabul qilsa, ular uzrlik sanaladi. Chunki hamma degdek paqirchilik edi. Ammo hozir ahvol undaq emas. Kishilar beydi. Shu bundaq qilishga bo'lmaydi. Chunki fitr sadiqasi paqirlarning haqqidir. 23. savol. Birovning ikki davlatda ikki oilasi bo'lsa, bularning har ikkisi uchun o'z turgan davlatda fitr sadiqasini beramdi yoki har ikki oila o'z oldiga beramdi? Javob. Har bir oila fitr sadiqasini o'zining mahallasidagi faqirlarga bersa afzal. Ammo agar faqirlarning manfaatiga uyg'un bo'lsa, ikki oilaning fitr sadiqasini bir oiladan bersin bo'ladi. Muhim bo'lgani yo'qsullarning manfaatidir. Chunki fitr sadiqasi faqirlarning haqqidir. 24. savol. Birov boshqa bir shaharda yashaydigan bo'lib, fitr sadiqasini o'z yurtidagi faqirlarga bermoqchi bo'lsa, qaysi shahardagi miqdorni hisoblaydi? Javob. Bu masalada faqirlarning manfaati oldingi o'rinda turadi. Odatda o'z turgan davlatdagi fitr sadiqasining miqdori bo'yicha berdi. Agar o'z turgan davlatdagi fitr sadiqasining miqdori avatmoqchi bo'lgan davlatdagi fitr sadiqasining miqdoridan oz bo'lsa, faqirlar uchun manfaatli bo'lsin uchun avatmoqchi bo'lgan davlatdagi miqdorni hisobga oladi. 25. savol. Birov ikki davlat tursa, fitr sadiqasini qaysi davlatda berdi? Javob. U kishi Ramazonning oxirgi kunida qaysi davlatda bo'lgan bo'lsa, fitr sadiqasini shu davlatda berdi. Chunki fitr sadiqasi farz bo'lgan davlat shu davlatdir. Agar fitr sadiqasini Ramazonning beshida yoki o'ttirlarda berib o'tgan bo'lsa, bu boshqa masala. Mayli qaysi davlat bergan bo'lsin, ado topgan bo'ladi. 26. savol. Birovning 3 bolasi bo'lib, hammasi o'lik o'choqli bo'lgan va balları bor bo'lib, hammasi ota-onasining yonida birga yashagan va turmush ahvoli bir xil bo'lsa, otasi hamma balları va navlari uchun fitr sadiqasini ado qilsa bo'lamdi? Javob. Aslida o'lik o'choqli bo'lgan balalar o'zlarining fitr sadiqasini o'zlari ado qilish lozim. Ammo ular hammasi ota-onasi bilan bir uyda bo'lib, turmushi o'rtaq bo'lganlikdan, otasi hammasi uchun bervasimi ado topadi. Shundaqla balalar ayrim uyda mustaqil yashagan bo'lsa-mu, agar faqir bo'lsa, ularning fitr sadiqasini otasi bervassin bo'ladi. Shundaqla ota-onasi uchun balları bervassin bo'ladi. Ammo ularning fitr sadiqasini ado qilganligini ularga xabar qilib qo'yish lozim. Bu niyatning qabul bo'lishi uchun zarurdir. Chunki fitr sadiqasini ado qilish bir ibodatdir. Ibodat niyatsiz qabul bo'lmaydi. 27. savol. Birov o'zining fitr sadiqasini bir odamga bergan bo'lsa, sadiqani olgan bu odamda o'zining fitr sadiqasini ado qilish uchun qo'ldagi shu sadiqadan boshqa pul bo'lmasa, o'zining fitr sadiqasi uchun shu pulni boshqasiga bersa bo'lamdi? Javob. Agar o'zi faqir bo'lsa, shunday qilsa bo'ldi. Chunki u faqir bo'lganlik sababli fitr sadiqasini olishga haqli bo'ldi. Ondan o'zining fitr sadiqasini beray desa, boshqa pul yo'q. Shunga o'ziga berilgan fitr sadiqasini boshqa birisiga o'zining fitr sadiq qilib bersa bo'ladi. Ammo uni olgan odamning o'ziga bersa yaxshi bo'lmaydi. 28. savol. Birov faqir bo'lmasa-mu, biri uningga fitr sadiqasi bergan bo'lsa, uni qanday qiladi? Javob. Sadiqaga muhtoj bo'lmagan odam o'ziga berilgan fitr sadiqasini yoki zakatni olmaslik lozim. Agar ilib qo'ygan bo'lsa, uni sadiqaga muhtoj bo'lganlarga berib o'tish lozim. Chunki o'zi yo'qsul bo'lmagan ekan, sadiqa uningga joiz emas. 29. savol. Birovni faqir deb o'ylab, fitr sadiqasini uningga berib bo'lgandan keyin uning faqir emasligi o'ttirib chiqqan bo'lsa, uning berilgan zakat ado topamdi. Javob. Aslida fitr sadiqasini berishda uningga haqli bo'lganlarni aniqlab tepib, shularga berish orqali ado qilish talab qilindi. Sadiqani bergichi birovning faqir deb tunib uningga bergandan keyin bu sadiqani olg'uchining faqir emasligi o'ttirib chiqqan bo'lsa, sadiqani bergichining bergan vaqtdagi uni faqir deb bilgan e'tiqod idibori bilan uningga bergan bu fitr sadiqasi joizdir. Bundaq sadiqa ado topadi. 30. savol. Oldingi yilning fitr sadiqasini bermagan odam bu yilqisi bilan birga beramdi? Javob. Oldingi yilning berilmagan fitr sadiqasi kishining gadinda qolgan bo'ladi. Uni cho'qim berish lozim. Bu yilqisi bilan qo'shib bersimi bo'ladi. Ammo bu yilqisi bilan uning munosabati yo'q. Shunga bu yilqisini vaqtida ado qilish kerak. Ammo oldingi yilningisini qaysi bir vaqtda bervasi bo'ladi. 31. Hayit namozi o'qilib bo'lgandan keyin o'zining fitr sadiqasini berishni unutib qolganligini esiga olgan odam qanday qilish kerak? Javob. Ibn Abbos radhiyallohu anhu mundaq degan:
Peygamber aleyhisselam fitr sadiqasini ro'za tutqanlarning gunohlariga kafarat faqirlarga taom bo'lish uchun buyurgan. Uni ro'za hit namozdan ilgari bersa, fitr sadiqasini ado qilgan bo'ladi. Namozdan keyin qolsa, odatdagi sadiqaga hisoblanadi. Bu hadisga binoan fitr sadiqasini unutib qolgan odam uni faqirlarga sadiqa qiladi. Shuning bilan sadiqaning savobini topgan bo'ladi. Savol: fitr sadiqasini ado qilishda boshqa birini vakil qilishga bo'lamdi? Javob: fitr sadiqasini ado qilish uchun birovni o'zidan vakil qilishga bo'ladi. Hozir ko'plagan davlatlarda fitr sadiqasini kishilardan yig'ib faqirlarga yetkazib beradigan maxsus jamiyatlar bor. Hatto masjidlarda yig'adigan komitetlar bor. Shularga bersin bo'ladi. Ammo faqirlarga yetkazib beramdi yoki o'zlari birlashib yeb ketamdi? Buni aniqlab ko'rib, ondan berish lozim. Chunki hozirgi kunda dinni soya qilib turib qo'ymichilik qilganlarmi oz emas. Savol: biroq fitr sadiqasini ado qilish uchun boshqa birini vakil qilgan bo'lib, vakil bo'lgan odam uni faqirlarga yetkazmagan bo'lsa qanday qilish kerak? Javob: vakil bo'lgan odam ishonchlik va aqli joyida bo'lgan biri bo'lsa, uningga fitr sadiqasini topshirgan odamdan saqit bo'lgan bo'ladi. Gunoh uni faqirlarga vaqtida yetkazib bermagan vakilga bo'ladi. Agar vakil qilingan odam kichik bola yoki aqli hushi joyida bo'lmagan birisi bo'lsa, bu vaqtda gunoh vakil qilgan odamga bo'ladi. Bu kishining fitr sadiqasini qaytib berish lozim keladi. Savol: fitr sadiqasi faqirga berilgich orliqda yo'qolib ketgan yoki o'g'irlangan bo'lsa qanday qilish kerak? Javob: bu vaqtda fitr sadiqasini qaytib berish to'g'ri keladi. Chunki haqli bo'lgan kishi yetmagan sadiqa yoki zakot hargiz ado topmaydi. Savol: biroq boshqa birisidan so'rmay va xabardormi qilmay uning fitr sadiqasini berib qo'ysa ado topamdi? Javob: ado topmaydi. Chunki fitr sadiqasi ibodatdir. Ibodatlar niyat qilmasdan ado bo'lmaydi. Savol: fitr sadiqasi va zakot belgilangan miqdordan kam ziyoda qilinsa ado bo'lamdi? Javob: belgilangan fitr sadiqasining miqdori eng oz miqdor bo'lib, bu miqdorlardan oz berilsa qat'iy ado bo'lmaydi. Ammo uningdan oshirib va qanchalik ko'p berilsa, shunchalik ko'p savob va barakat bo'ladi. Alloh taolo bu mavzuni Qur'on Karimda mundaq bir misol bilan bayon qilgan. Allohning yo'lida pul bilan sarf qilganlarning sarf qilgan narsasi yerga tikilib 7 bashaq chiqargan har bir bashqida 100 dan don tutgan bir donga o'xshaydi. Alloh xolgan bandasiga hassalab savob va barakat beradi. Ali ibn Abu Talib raziyallohu anhuning 2,5% la zakat berman degichilarning zakati bexillarning zakatidir deganligi rivoyat qilingan. Savol: ota-onasi boy bo'lsa-mu, o'zi muhtojlikda qolgan kishiga fitr sadiqasi berishga bo'lamdi? Javob: ota-onasi boy bo'lsa-mu, ularning boyligidan mahrum bo'lgan yoki foydalanolmagan va faqirlikda qolgan kishiga fitr sadiqasi berish joizdir. Shuningdek, eri boy bo'lgan bo'lsa-mu, uning boyligidan mahrum bo'lgan va muhtojlikda qolgan ayol kishiga berish joizdir. Savol: bolasi boy bo'lsa-mu, o'zi muhtojlikda yashaydigan odamga zakot berish joizmi? Javob: bolasi boy bo'lsa-mu, uning yordamiga erisholmagan va faqirlikda yashaydigan odamga zakotdan berish joizdir. Chunki bundaq kishi bolasining boylik e'tibori bilan boy, ammo o'zining muhtojligi va bolasining boyligidan mahrumligi e'tibori bilan faqirning qatoridan sanaldi. Savol: fitr sadiqasi olg'uchi faqirning taqvo diyonatli kishilardan bo'lishi shartmi? Javob: fitr sadiqasi elishga haqli bo'lishning sharti musulmon va ehtiyoj egasi bo'lishdan iboratdir. Ammo fitr sadiqasi olg'uchining taqvo yoki pasiq bo'lishi surishti qilinmaydi. Agar uning fitr sadiqasi olgan pul molni haroq ichish, qimor o'ynash, nasha yoki tamak chekishga o'xshash harom ishlarga xarjlaydiganligini bilgan kishining uningga fitr sadiqasi berishi to'g'ri emas. Chunki bunday qilish gunoh maisiyatga yordam berganlik qatoriga kirib qoladi.